Yurtimizda yangilanish va o'zgarishlar samarasini har bir mahalla, har bir xonadon kundalik hayotida his qilayotgani bor gap. Buning zamirida esa respublika hududida ijtimoiy, siyosiy va kriminogin vaziyatni nazorat qilish, uyushgan jinoyatchilikka hamda qurol-yarog' noqonuniy muomalasiga qarshi kurashish ustuvor vazifa etib belgilangani vaziyatni tobora o'zgartirmoqda. Ichki ishlar vazirligi, Davlat xavfsizlik xizmati, prokuratura hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan o'tkazilayotgan kompleks tezkor chora-tadbirlar natijasida millionlab aholining xavfsizligi ta'minlanib, jinoyatchiliklar oldi olinmoqda. Sen ne yapın? Joriy yilning yanvar-fevral oylarida respublikada kriminogin vaziyatni barqarorlashtirish yuzasidan 6025 ta maxsus tezkor tadbirlar amalga oshirildi. 806 ta tong tadbirlari, 2876 ta tintuvlar o'tkazilib, tezkor tadbirlar davomida jami 45 ta uyushgan jinoiy guruhning noqonuniy faoliyati bartaraf etildi. Tadbir davomida 116 ta tovlamachilik, 315 ta noqonuniy qurol bilan bog'liq 86 ta qimorxona tashkil etish va 40 ta odam savdosi, 790 ta orttirilgan immunitet virusi infeksiyasini tarqatish, fohishaxona saqlash kabi jinoyatlarni sodir etishgan. Qidiruvda bo'lgan 533 nafar shaxslar ushlanib, ularga nisbatan jazo muqarrarligi ta'minlangan. Yanvar-fevral oylarida jami 3150 ta jinoyat ishlari qo'zg'atilgan. 2934 nafar shaxslar ma'muriy javobgarlikka tortilgan hamda 980 nafarga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Tadbir boshidan noqonuniy qurol saqlash bilan bog'liq 315 ta jinoiy ish qo'zg'atilgan. Natijada 4570 ta sovuq qurollar olingan bo'lib, bular 50 ta beta, 72 ta kastet, 4004 ta o'tkir tig'li jismlar va 444 ta boshqa turdagi sovuq qurollarni tashkil etadi. Daliliy ashyo sifatida 5814 dona o'q-dorilar va 3 kilogramm 715 gramm portlovchi moddalar olingan. Ijtimoiy tarmoqlarda kriminogin vaziyatga ta'sir ko'rsatuvchi, yoshlar va aholi orasida buzg'unchi, yot va jinoyat olami g'oyalarini targ'ib qiluvchi 47 ta akkauntlar bloklangan. Jinoyatchilikning har qanday ko'rinishiga nisbatan murosasiz kurash olib borish hamda jamiyatda sog'lom muhitni mustahkamlash bo'yicha huquqni muhofaza qiluvchi idoralar tomonidan qat'iy choralar ko'rilmoqda. Bu jarayonda huquqiy tayanch bo'ladigan, xalq manfaatini kafolatlaydigan bosh qomusimiz, qonunlarimiz bor.